Assalomu alaykum Jack Motors muxlislari. Bugun sizlar bilan Jack modellarining pikapi, mexanikasi, ya'ni T8 modelini to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turgan toychoqlaring 2 turbina motor bilan jihozlangan, benzinda. Benzin rasxodi ham juda oz, ya'ni 10 ta 12 ta. Endi turbo balonni qo'shganlaringda 15 tagacha rasxod qilishi mumkin. Endi buni mini yurgan odamlar albatta yaxshi biladi. Xo'p, bu mashinamiz 224 ta 6 kishiga ega. Ko'rinishlari ancha deriskiy bu ham. Endi buni akasi bor, avtomat korobkali T9. Keyingi videoda uni ham to'liq obzorini qilamiz. Albatta, o'kiz olmas uchun bitta podpiska bosib qo'yinglar. Shunaqa chiroyli mashinalarni obzor qilishda davom etamiz. Xo'p, yon tarafga o'tadigan bo'lsak, yon tarafda mana saka diskalari zavodskoy 18 balonda, ходовой sistemalari ham vashshi mo'shni qilingan, ABS, EVD hamma yo'llari bor. Bu tarafga o'tib nima qilib ko'radigan bo'lsa, eshikda beskruchniy dastop, o'zini zavodskoy paroglarigacha bor. Orqalari risolda bo'ladi. Bu orqa bortini o'ziga 1 tonna 100 zavod tomonidan ruxsat beriladi. Ya'ni bemalol siz 1,5 tonnagacha yuklab tog'larda ishtoshsiz bo'ladi. Buni ko'pchilik nimaga olyaptilar? Kon metallurgiya shunaqa narsalarga ko'p olishyapti. Endi masalan o'zimizni vodiyda ham ko'pchilik hamma atrofimiz tog' bilan o'ralgani uchun hozir mana dachalar sezoni bo'lyapti yozda, shunaqa dachalarda qurilish qiladigan ustalar, santexnik, jamiki ustalar xarid qilib olib, ichida 5 kishi ketaveradi, orqada o'zini instrumentlari ham ketadi. Endi buni shopirga qulay talablarni ham bitta ko'rib chiqamiz. Ichki saloniga chiqadigan bo'lsak, to'g'ri menga ruchka qo'ymagan, lekin bunga chiqish qulay. Xo'p. Endi mana buni o'zingizga moslaysiz. Xo'p, ruchnoylari aytganimizdek mexanik korobka 6 talik bo'ladi. Borku tog' bog' umuman bosaverasiz. Mana bu yerda o'zini legirovkalari. Xo'p, 2H bu faqat orqa balon tortadi. 4H da turbo balon qo'shadi. Mana bu 4L da panejni, ya'ni o'sha turbo balon sekin bir xil harakatlanadi. Undan tashqari bu qorli hududlarga ham ko'rinishi bor. Bitta klimat kontrol, o'sha konditsionerlari, multimedia qismi, polniy monitor, start stop deysizmi, rulda kruz kontrollari, multimedia boshqarish metallariga qarang, black panagacha qilib tashlagan. Tablolari ham afshin boshqacha, hamma yo'q koja bo'lib yotibdi. Sidinalar ham kojada. Endi bunda lyuk-buk yo'q, chunki buni tog'ga haydaganingizda bu g'ijir-bichir umuman ovoz eshitilmaydi. O'zini mehnat qilgani maza qilib bossangiz bo'ladi. Yurishlari, haqiqatda razgomlari o'ta zo'r. Endi mexanikani ko'pchilik biladi. Xo'p, mashinani sizlar bilan qisqacha ko'rib chiqdik. Mabodo savollaring, nimalar bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsalar ham menejerlarimiz batafsil ma'lumot ham berishadi. Xo'p, bu mashinamizni sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, narxiga ko'pchilik qiziqib turibdi. Narxi hozirgi kunda 314 millionga ishtirib berib yuboriladi. Ranglari bor, albatta. Qorasi sveti ham bor, mokrisi ham bor. Albatta, pastdagi nomerlarga yo'q etsalar, buni grafiklari, oylik to'lovlari, sizga nechta puldan aylanadi, hammasini batafsil ma'lumotini berishadi. Va albatta bitta like bosib, podpiska bosishni unutmanglar, chunki keyingi videoda mana bu T9 da polniy obzorini qilib chiqamiz. Albatta bizdan uzoqlashmanglar.